Asid terapiya muolajasini olganimdan so'ng butunlay allergiyadan qutulamanmi deb savol berishadi. Odatda allergik kasalliklarda shu rinit, konjektivit, bronxit, bronxial astma kasalligi bor allergik kasalliklarga asid terapiya muolajasi o'tkaziladi. Asid terapiya muolajasi o'tkazilgandan keyin bemor butun umr bezovta bo'lmaydi deb men hech qachon aytmaganman. Buni boshqa allergolog mutaxassislar ham aytmaydi. Chunki asid terapiya hammaga individual ya'ni ta'sir qiladi. Kimdirda 10 yil, kimdirda 20 yil, kimdirda butun umr ham bezovta qilmasligi mumkin. Bu insonning o'ziga bog'liq holat hisoblanadi. Odatda asid terapiya muolajasi olgandan keyin bemorlar doriga bo'lgan ehtiyojlari keskin ravishda kamayib ketadi. Allergiya bilan og'rishi mumkin uzoq yillardan keyin. Misol uchun siz har doim yil 12 oy allergiya qo'zib, nafas siqib, yo'talib yoki burningiz oqib yurgan bo'lsa, asid terapiya muolajasini oldingizda doriga bo'lgan ehtiyojlaringiz 90% ga yo'qoldi. Bu ham bir natija. Shuning uchun asid terapiya muolajasini to'g'ri tushunish kerak. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda barcha ma'lumotlar ega. Asid terapiya muolajasini olib, kimdirlar butun umr bezovta bo'lmaganlar bor, kimdir 10 yildan keyin. Misol uchun allergiya siddati 10 yil qo'zilmasin, doriga bo'lgan ehtiyojingiz bo'lmasin, 10 yildan keyin qo'zilsa, yana tekshirib asid terapiya muolajasini olsangiz bo'ladi. Shunday insonlar bor, asid terapiyani olib, maza qilib 10 yil, 20 yil, kelsa butun umr yaxshi yurishadi. Odatda asid terapiya muolajasi hech qanday ziyoni yo'q. Aynan sizga allergiya bergan allergenni o'zi bilan davolash usuli hisoblanadi. Qisqacha tushuntirsam, shuning uchun siz ham allergiya qo'ziyotgan bo'lsa, ya'ni sizda konjektivit, rinit yoki bronxit, bronxial astma bo'ladigan bo'lsa, shifokorga uchrab, qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, asid terapiya muolajasini olish kerak.